Dasturimiz davom etadi. Urganch shahrida Jasorat maktablari o'quvchilari o'rtasida Jasorat maktabi gvardiyachilari harbiy sport musobaqasi tashkil etildi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz bu haqida batafsil so'z yuritadi. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq mamlakatimiz umumta'lim maktablarida Jasorat maktabi tashkil etildi. Mazkur maktablar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni jismoniy va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish maqsadida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Jasorat maktabi gvardiyachilari harbiy sport musobaqasini o'tkazilishi ham o'quvchi yoshlarni Milliy gvardiya bo'linmalarida xizmat qilishga qiziqtirish va bosqichma-bosqich tayyorlab borishda ahamiyati katta. Milliy gvardiya Xorazm viloyat bo'yicha boshqarmasi tasarrufidagi harbiy qismda o'tkazilgan musobaqada Yangiariq, Shovot, Gurlan, Urganch shahridagi Jasorat maktabi o'quvchilari ichidan saralab olingan o'g'il-qizlar saf tayyorgarligi, kamondan otish, arqon tortish, harbiy sport estafetasi shartlari bo'yicha o'zaro bahs olib bordilar. Harbiy sport musobaqasidan ko'zlangan maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ona vatanga ishonchini uyg'otish, ularda ma'naviy barkamol yoshlar etib tarbiyalash maqsadida tashkil etilmoqda. Musobaqa g'oliblari respublika bosqichiga yo'l olishadi. Ishtirokchilar har bir shartni bajarish davomida yuqori tayyorgarligi, epchil va jismoniy imkoniyatlarini namoyish qildilar. Ayniqsa arqon tortish sharti nafaqat o'quvchilarni, balki ularning o'qituvchilarini ham bir maydonga jam qildi. Bo'lg'usi harbiylar raqiblardan ustun kelishga jamoa bilan birgalikda harakat qildilar. Menga bu musobaqalar juda yoqdi. Menga eng ko'p yoqqani arqon tortish va kamondan o'q otish sharti yoqdi. Biz jamoamiz bilan birinchi o'rinni olamiz. Qiziqarli bahslardan so'ng g'olib jamoalar aniqlanib, ular tashkilotchilar tomonidan diplom bilan